Amerika dollari qanday qilib dunyo zapas puliga aylangan? Avtori Mavlon Yasin. 1944-yili 7-oyda 2-dunyo urushi oxirlashib, Germaniya yetakchiligidagi ittifoqdosh davlatlarning mag'lub bo'lishi aniq bo'ldi. Amerika 44 ittifoqdosh davlatlarining vakillarini Amerikaning New Hampshire shtatining Baton Rouge bog'chisidagi bir mehmonxonaga yig'in ichib, bu yig'inda har qaysi davlatlar pul muomalasi siyosatida ba'zi kelishimlarni hosil qildi. Bu hujjatlarni Bretton Woods deb ataydi. Bu yig'inda dunyo iqtisodiga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan ikki tashkilot qurildi. Birinchi Xalqaro pul fondi tashkiloti, qisqartib IMF deb ataydi. Ikkinchi Xalqaro gullantirish taraqqiyot bankasi. Bu Dünya Bankasının oldingi gavdasi. Bu ikki tashkilotning ismi xalqaro sahnada doim paydo bo'ladi. Dunyo iqtisodida muhim rol o'ynaydi. Bu ikki tashkilot bilan biroz tanishib o'taylik. Birinchi, Xalqaro pul fondi tashkiloti bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining asosli pul muomalasi organi. Shundaqla 190 a'zo davlat mablag' solgan xalqaro pul muomala organi uning bosh shtabi Washingtonda. Vazifasi dunyo iqtisodining sijil eshishi va gullanishiga yordam berish, pul muomala muqimligini ilgari surish, xalqaro savdoni rag'batlantirish, dunyoning har qaysi joylaridagi nomrodlikni azaytish. Bu tashkilot yana dunyo iqtisodi, xalqaro savdo va dunyo iqtisodiga munosabatlik zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni to'playdi hamda iqtisodiy mo'lchar bilan ta'minlaydi. Bu tashkilotning eng muhim funksiyasining biri iqtisodiy krizisga duch kelgan davlatlarga pul muomala krizisining oldini olish yoki azaytish uchun qarz berish. Bu tashkilot pulni a'zo davlatlarning normasi va mushtari haqqi orqali yig'adi. Bu yig'ish davlatlarning iqtisodining ko'lamini asos qiladi. Amerika dunyodagi eng chong iqtisodiy gavda bo'lg'achqa to'kpisi eng chong davlatga aylandi. Amerika bu tashkilotga jami 155 milliard dollar bergan. Shuning uchun Amerika bu tashkilotning qarorlarini rad qilish huquqi bor. Ikkinchi, Dunyo bankasi. Taraqqiy qilayotgan davlatlarga iqtisodiy yordam va maslahat beradigan xalqaro tashkilot. Dunyo bankasining roli taraqqiy qilmagan davlatlarga to'van o'simlik yoki o'simsiz qarz pul berib, iqtisod va turmush saviyasini o'stiradi. Dunyo masalalarini hal qilish va nomrodlikni azaytishga chora-tadbir qo'llanadi. Muarib, suv, tok, kasalliklarning oldini olish, muhit asrash qatorliq turlarni qo'llaydi va yor-yo'lak bo'ladi. Taraqqiy qilayotgan va yangidan gullanayotgan davlatlarga turli iqtisodiy maslahat beradi. Taraqqiy qilayotgan davlatlarga chet el mablag'larining bevosita mablag' selishiga ilhom berdi. Dunyo bankasi banki degan ismni ishlatgan bilan u bank emas, balki bir tashkilot. Shunga uning moliyasini an'anaviy pul muomala apparatlari bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Dunyo bankasi boy davlatlardan va zoyim tarqitish qatorliq qarz akatsiyalardan mablag' yig'adi. Bir davlat Dunyo bankasiga kirishdan burun cho'qim xalqaro pul fondi tashkilotiga qatnashishi kerak. Gerçi Dunyo bankasi bilan xalqaro pul fondi tashkilotining nishoni o'xshash bo'lsa-mu, yana ozroq farq bor. Dunyo bankasi asosliga yangidan gullanayotgan davlatlarni qarzi bilan ta'minlashni asos qiladi. Xalqaro pul fondi tashkiloti qarz krizisini azaytishni maqsad qiladi. Buningdan boshqa bu yig'in dollarni dunyo zapas puli qilib bekitadi. Har qaysi davlatlarning puli dollar bilan bog'lanadi va yana dollar bilan oltinni bog'laydi. Shundaqla 35 dollar bir unsiya, ya'ni 4,82 gram oltinga teng qilib bekitiladi. Bu xil muqim fervot nisbati sistemasi 2-dunyo urushi oxirlashgan dastlabki mezgilda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro savdoning taraqqiyoti va dunyo iqtisodining ishlarini ilgari suradi. Lekin buning Amerika iqtisodiga pasiv ta'siri bo'ladi. Bir davlatning puli xalqaro zapas puliga aylanganda, o'z davlatining pul siyosati bilan dunyo pul siyosati o'rtasida jiddiy munosabatlarni keltirib chiqaradi.
xalqaro savdoda oltin bilan savdo qiladigan holat paydo bo'ldi. Buning bilan har qaysi davlatlar markaziy banklari bas-basda qo'lidagi dollarni oltinga almashtirib, oltinni talashib setib olish to'lqini qo'zg'alib ketdi. 1960-yillari Amerikaning chiqimi kirimidan ko'p bo'lib ketdi. Buning natijasida Amerikaning oltin zapasi tadrijiy ozaydi. 1971-yili 8-oyning 15-kuni Amerika prezidenti Nixon dollar kursini tushirganligini va dollar bilan oltinning bog'lanishini to'xtatganligini jakalaydi. Shu yili 12-oyda Belgiya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Gollandiya, Shvetsiya, Angliya va Amerika 10 davlat guruhi bir qator kelish orqali Simitston kelishimini hosil qilib, dollarning kursi tushganligini jakalaydi. Bir onsiya oltin 35 dollardan 38 dollarga tengshiladi. 1972-yili oldi bilan Angliya bu kelishimdan chekinib chiqib ketdi. 1973-yili 2-oyda dollarning qiymati ikkinchi qatim tushdi. Orqadan Yaponiya va G'arbiy Yevropadagi 6 davlat bas-basda muqim perevod nisbati sistemasidan chekinib chiqib ketdi. Shundan keyin dunyodagi asosli pullar umumyuzlik erkin laylab turadigan davrga qadam qo'ydi. Hozirgi pullarning erkin laylab yurishi mushuningdan boshlangan. 1973-yili 10-oyning 6-kunidan 26-kunigacha 4-qatimliq O'rta Sharq urushi portlaydi. Misr bilan Suriya Yahudilarning gunohini yuyish kunida urush qo'zg'aydi. Isroiliyaning bayram mezgilida ho'shiyorligi biroz bo'sh bo'lg'achqa, urushning dastlabki mezgilida Misr Suriya ittifoqi ustunlikni oladi. Lekin Isroiliya darhol safarbarlik qilib qaytirma hujumga o'tadi va Misr Suriya ziminiga hujum qiladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining murassa qilishi bilan urushgan ikki davlat urushni to'xtatishni ishga oshirdi. Bu urushda Isroiliyani qo'llagan g'arb ellaridan o'ch elish uchun Saudiya Arabiston boshchiligidagi Arab neft eksport qiluvchi davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar birlikda Kanada, Yaponiya, Gollandiya, Angliya va Amerikaga neft embargosini ma'ni qilishni yo'lga qo'yganligini jakalaydi. Saudiya Arabiston boshchiligidagi Arab neft eksport qiluvchi davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar birlikda Kanada, Yaponiya, Gollandiya, Angliya va Amerika neft embargosini ma'ni qilishni yo'lga qo'yganligini jakalaydi. Bu jarayonda dunyo neft bahasi 3 hissasiga berib, har silindrning bahasi 3 dollardan 12 dollarga o'rlab, dunyo siyosiy va iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Neft eksportini cheklash oxirlashgandan keyin neft bahasining shiddat bilan o'rlab ketishi Saudiya Arabiston zo'r miqdordagi tashqi perevod foydasiga erishdi. Saudiya Arabiston bu boylikdan foydalanib, sanoatlashtirishni orzu qiladi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Saudiya Arabiston bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini kuchaytiradiganligini umid qiladi. Bu orqali Amerika bir tarafdan muqim neft bilan ta'minlashga erishishni, yana bir tarafdan Saudiya Arabistonning Amerika zoyimini setib olishni umid qiladi. 1974-yili 6-oyning 8-kuni Amerika davlat kotibi Kissinger bilan ayni chog'dagi Saudiya Arabistonning 2-muavin bosh vaziri Faxri ibn Abdulaziz birlikda bir qo'shma bayonot imzolaydi. Bu imzoning maqsadi ikki davlatning iqtisodiy, savdo va texnik jihatdagi hamkorligini o'rtaq tirishib ilgari surish. Buningdan boshqa ikki taraf yana bir maxfiy kelishimni imzolaydi. Bu kelishim bo'yicha Amerika Saudiya Arabistonga harbiy yordam berish va qurol-yarog' bilan ta'minlashga va'da berdi. Saudiya Arabiston neft setish kirimini Amerika zoyimiga mablag' selishga va'da berdi. Bu kelishim bo'yicha dollar neftning hisoblash puli qilib bekitiladi hamda OPECning boshqa a'zo davlatlarning ma'qulligiga erishdi. OPEC Iran, Iroq, Kuvayt, Saudiya Arabiston, Venezuela, Liviya, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 12 davlatdan tarkib topgan tashkilot.
Mo'ljallanishcha, dunyodagi isbotlangan neft zapasining 79,5% OPEC davlatlariga joylashgan. O'rta Sharq o'zida OPEC umumiy zapasining 67,2%ni egallaydi. Bu kelishim natijasida neft bilan dollar zich bog'lanadi. Xalqaro neft savdosi qiladigan iqtisodiy gavdalarda cho'qim dollar bo'lishi shart bo'ladi. Buning bilan dollar tabiiy dunyo tashqi perevod zapas puliga aylanadi. Bu kelishim 50 yillik muddat bilan imzolangan. 2024-yil 6-oyning 9-kuni Saudiya Arabiston bilan Amerika bu kelishimni davomli imzolamadi. Saudiya Arabiston boshqa pullarga neft setishni o'ylashyapti. Hamas bilan Isroiliya urushi oxirlashgandan keyin Amerika bilan Saudiya Arabiston yangi hamkorlik kelishimiga imzo qo'yishi mumkin. Dollarga tayanmaslikning yo'llarini izlash Rossiya, Xitoy, Eron qatorliq nurg'un davlatlarning muhim siyosatiga aylanyapti. 2024-yil 5-oyning 12-kuni ochilgan Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo 10 davlat 42 navbatlik boshliqlar yig'inga qatnashgan davlatlar iqtisodiy savdo jarayonida yerlik pulni ishlatishni kengaytib, dollarga bo'lgan tayinni bilishni ozaytishni qaror qildi. 2024-yil 10-oyda ochilgan Oltin kesak davlatlari boshliqlar yig'inida oltin kesak pulni yo'lga qo'yish mumkinchiligini o'ylashyapti. Savdo sohasida dollarga raqobat qiladigan bir xil pul texi yo'q. Dollar dunyo savdosida o'rtaq pul bo'lib ishlanib kelyapti. Ko'p sondagi neft savdosi dollar bilan elib beriladi. Amerika asldilla dunyodagi eng chong iqtisodiy gavda. Shundaqla siyosiy va iqtisodiy muqim davlat. Ba'zi davlatlar Amerika dollardan ayrilish yoki dollarga tayinib olishni ozaytishni maqsad qiladi. Lekin dollar yanada dunyo savdosi uchun intayin muhim. Hamda keng ko'lamda saqlaydigan zapas pul. Yaqin kelgusida Amerika dollari tushib ketadi degan mo'ljallarning turaqliq asosi yo'q. Bu xil o'zgarish butun dunyoning dollarni markaz qilgan xalqaro pul sistemasini o'zgartirishni talab qiladi. Ufqda hech qanday almashtiradigan narsa texi ko'rilmaydi.